Alhamdulillah, qorilarimiz safi kundan kunga ko'payib bormoqda. Yana bir o'quvchimiz Qur'oni Karimni to'liq yodlab tugatdi. Alhamdulillah. Bu o'quvchimizning ismlari Ja'far bo'ladilar. Mashalloh. Ja'far, qandaysizsiz? Yaxshimisiz? Yaxshi. Mashalloh. Siz tengqur o'rtoqlaringizga Qur'on yodlashni xohlagan, Qur'on yodlashni orzu qilgan birodarlaringizga, o'rtoqlaringizga nima gapingiz bor? Shu vaqtinglardan 1 soat yo 2 soatni Qur'onga ajratib, o'qib, yodlab shunaqa qilsanglar, niyatinglarga inshaalloh erishasizlar. Mashalloh. Alloh rozi bo'lsin. Juda ham chiroyli, yaxshi eslatma qildingiz. Haqiqatda vaqtlarini tejab, harakat qilsa, Qur'on yodlashlikka har kim erisha olar ekan. Alloh muvaffaq qilsin. Barcha qalbida Qur'onda muhabbati bo'lgan, Qur'onni xohlayman, Qur'onni yodlayman deb orzusi bo'lgan har bir musulmonning orzusiga yetishligini Allohdan so'rab qolamiz. Mashalloh, tabarakalloh. Alloh qabul qilsin, muborak qilsin inshaalloh. Alloh taolo o'zi ota-onangizni orzu havasini ko'radigan solih yigitlardan, olim yigitlardan bo'lib yetishing inshaalloh. Amin. Alloh rozi bo'lsin.